Rossiyaga borganman. Bolalar strokada og'ir ishlarda ishlaganda ixranada turganman. Bo'lsam tilda bilmayman, mehnat qo'limdan hech narsa kelmaydi. Asbobga ta'siri bormi buni? Yo'q, albatta asbobga ta'siri yo'q, chunki ko'p sportsmen bor, zo'r urovingga chiqadi, foydalanolmaydi. Unaqa rivojlanmagani uchun biz iloji boricha o'zimizni shotdan ketganmiz. 2009-yil borganimizda Osiyoga hali O'zbekiston bodibilding kirmagan ekan. Vafodor do'stim keladimda. Jomini tikadigan. Oshni urgan ekan qo'yog'ida dalinasi ko'tarilib ketib, xohlagancha bosasiz, bezingiz ko'p bo'lsa, bosa olasiz. Insonni testi shu. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Intervyu Sport. Bizning navbatdagi mehmonimiz O'zbekiston chempioni, O'rta Osiyoda nufuzli o'rinlar egallagan, Koreya, Hindiston, boshqa davlatlarda o'zini yo'nalishi bo'yicha professional bo'lgan Doniyor Ibrohimov. Assalomu alaykum Doniyor aka. Va alaykum assalom. Keling, yoshligingiz haqida ozgina gaplashsak. Sportga kirib kelishingiz necha yoshingizda bo'lgan? Men o'zim Andijon G'ujot tumanidaman. Sport yoshligidan qiziqqanman. Kurash, karate borganman. Bu bodibildingga kelishimga sabab Toshkentda yuridik kollejga o'qishga kirganman. 2005-yil, 2006-yillarda kirgan bo'lsam, o'sha yerda trenirovkani boshlaganman. O'sha yerda trenirovka qilib, Ziyodulla aka degan trenerni qiziqtirishi bilan boshlanib, musobaqalarga tushganman. Birinchi musobaqalarga, men musobaqaga tanlaganimda birov unaqa yutadi, o'rin oladi deb ishonmagan. Chunki u sport rivojlanmadi. 2009-yillar unaqa rivojlanmagan edi. Shu sabab bo'lib sportni boshlaganmiz. Keyin shunaqa kirib kelganmiz. Zalingizga kelganda ko'zim tushdi. Bolalarga gener, protein, sport tabletkalarini o'zingiz tayyorladingiz. Endi 19 yillik tajribangizdan kelib chiqqan holda bularning foydali tomoni va asbobga ziyoni qanchalik? Yo'q, albatta asbobga ta'siri yo'q, chunki u oqsil, belok, xuddi yeyotgan kundalik ovqatlaringizni shu qisqartirilgani. Shuning uchun umuman unaqa noto'g'ri tushuncha hozir insonlarda ancha rivojlanib qoldi, unaqa narsani o'ylamayapti. Chunki hozir yoshlar ham kirib, birinchi sport pitaniya olib, keyin trenirovkani boshlayapti. Geynerlar, ozuqalar uchun, masalan, izolat proteinlar, semizlar uchun. O'sha insonlarda ancha rivojlangan tushunchasi zo'r. Emasin. Foydasi bor. Usiz trenirovka qilsa hozir, lekin baribir juda charchab qoladi, toliqish bo'ladi. Vassanalini qilolmaydi o'zini. Keyin sportdan ko'ngli biz sovib qoladi, juda yangi kelganlarni. Tavsiya qilaman sport pitaniya bilan boshlab trenirovka qilishni. Musobaqaga tayyorlanadigan bola hafta davomida necha kun zalga kelib, soat davomida shug'ullanadi. Va oddiy bola, lekin u ham muntazam shug'ullanadi. Umumiy olib aytganimizda nimalari bilan katta farq qiladi? Etap bo'ladi. Musobaqaga tayyorlanganimizcha massada o'tiramiz 1-2 oy. 2 oy massada o'tirsak, keyin 2 kunda bir davomli trenirovka qilaman men o'zim. Keyin muskulga ishlash uchun, misol kачественный qilgan trenirovkani kачественный ishlashni boshlashga почти har kuni qilaman. Musobaqaga 1 oy qolganda, 1,5 qolganda ertalab kardio, presslarni qo'shgan hisobiga kuniga 2 mahal trenirovka qilaman. Kuniga 2 mahal, kechqurun 1 soat, 1,5 soat, ertalab 1 soat kardio, 1,5 soat qilaman pressam shu. Keyin oddiy odam bilan professionallik qiyinroq. Oddiy odam necha soat trenirovka qiladi kunda? Ozish uchun 1,5 soatdan ko'proq. Chunki harorat kardiosi bo'ladi. Kardiodan keyin yog' erish jarayoni boshlanadi. Semirish uchun 1 soat, 1 soat 20 minut yetadi razminkalari bilan. Ko'p mashq kerak emas. U 10 ta 15 ta har kuni kardiolarga. 6 ta упражнение yetadi. Razminkalarga 2 ta 3 ta qo'shsa 9 ta 10 ta bo'ladi shunda ham. Ba'zilar noto'g'ri trenirovka qiladi, keyin o'smaydi. Muskul o'smaydi, o'zini bezira oladi, noto'g'ri trenirovka qiladi. Musobaqalarga ko'p chiqqansiz. O'zbekiston, Hindiston, Koreya, boshqa davlatlarda bo'lgansiz. Bilamiz, sizni sportingizda ham doping kontrol degan narsa bor. Siz qaysi davlatda kuchli deb o'ylaysiz shu doping test qilish bo'yicha? To'g'risi men birinchi doping kontrolim Hindistonda bo'lgan.
tushunmaganman. Biz O'zbekistondan birinchi marta bodybuildingdan Osiyo chempionatiga chiqqanmiz. O'zbekiston chiqmagan ekan. Biz yaxshi kutib olgan, boshqacha kutib olgan. O'zbekistondan ham bor ekan deb o'sha paytda. Men keyin olib kirib, anaqasini CDni olib, analiz olib, o'zi kodlar qo'yib, biz podpiskalar nima deydi, imzolarimizgacha olib, hatto hojatxonada olayotganda ham siz yonimizda 2 kishi turib olgan. Hindistonda bo'lgan shu. Koreyada bo'lmagan, Koreyada qilishmagan. Nimagaligini to'g'risi bilmaganmiz. Lekin O'zbekistonda yo'q doping kontrol. O'zbekistonda qilmaydi. Shu menimcha shu Hindistonda balkim kuchlirog'i bo'lgandir o'sha paytda. Ko'p davlatdan kelgan bo'lishi mumkin. O'zlari xohlagandir. Mana 19 yildan beri shu sport ichidasiz. Bu hazilakam vaqt emas. Shu yillar davomida yaxshi yomon kuningiz bo'lgan. Endi hayotingizni tikishga arziydimikan bu sport? Qarang, masalan, 19 yil umrim o'tdi. Men o'sha o'tganiga, sportga ushlaganimga achinmayman. Sababi ko'p sportsmen bor, zo'r urovingga chiqadi, foydalana olmaydi. Men mukammal darajada o'zimga yarashasini foydalanganman deb o'ylayman. Sababi qiyinchiliklar bo'ladi hammada hayotida. Menda bo'lganda faqat shu sportsmen, sportchi ekan deb hurmat qilib, ko'p joyga ishga olib, ko'p joyga olib ketib, Koreyalarga misol ko'p joyga borganman. Biz Koreyada musobaqalar borib qolib ishlaganman ham to'g'risi. Shu paytda sharoitim kelish majbur bo'lganman shu paytda. Bo'lmasam karyera qilib ketsam bo'lardi. Rossiyaga borganman. Rossiyada ham ko'p bolalar strokada, og'ir ishlarda ishlaganda ixranda turganman. Bo'lmasam tilda bilmayman, mehnat, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Bit, bodybuilding sportsmen chempion ekan deb olishgan. Ko'p narsaga asqatgan. Hayotimda ham, boshqa joyda ham, hozirgi paytda ham yaxshi, Allohga shukr. Shu. Sizni sportdagi yo'nalishingiz boshqa sportlarga qaraganda ancha qimmat. Buni oddiy odam ham yaxshi biladi. Boshqa davlatlarga borib, musobaqalarda yutib, chempion bo'lib kelganingizda davlat tomonidan qanday kutib olgan? Sizga nima deydi? Qanaqa sovg'alar berishgan? Endi davlatning yordami bizga o'zi eng kattasi, biz chet elga chiqishimizga ruxsatlar bo'lib, osonlashtirilgan o'zi katta yordam bo'lgan. Ya'ni u paytda bu sport unaqa rivojlanmagan uchun biz iloji boricha o'zimizni shotdan ketganmiz, o'zimiz harakat qilganmiz. Endi hozir o'zi yaxshi bo'lib, o'jana bo'lib, federatsiyalar kuchayib, o'zlari anaqa pullar beryapti, yordamlar qilishyapti. Yaxshalik, uverенный, zo'r chempion bolalarga. Bu paytlar unaqa bo'lmagan, sababi yangi sport bo'lgan bu. Debman, 2009-yil borganimizda Osiyoga hali O'zbekiston bodybuilding kirmagan ekan. Biz o'sha yerda olib, qabul qilishib, yaxshi kutishib olib, masana qilishgan. Endi bu yerda 100 ga yaqin davlat bo'lganda. Ertakda, kinolarda bilamiz, vafodor do'stlar bo'ladi-da. Sizda hozir shunaqa do'stlar qolganmi oldingizdan? Shunaqa Vafodor do'st ukalarimda. Ishonadigan ham Ukalar. ukalaringiz. Hamma yoqda ukalar. Boshqa do'stlar bor, yaxshi do'stlar bor. Gaplashib, birga vaqt o'tkazgani, biron joyga borib dam olgani bor. Siz aytmoqchi bo'lgan vafodor, kinolardagilar fantastiklar faqat ukalar. Jonini tikadigan. O'zbekistonda oshni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa Andijonda. Hafta davomida 2-3 marta choyxonaga chiqadigan odam ham topiladi. Keyin ularni qorni chiqishni boshlaydi-da, qornini yo'qota olmasdan juda ham qiynaladi. Ularga sportchi sifatida qanday maslahat berasiz? Endi qo'pol bo'lsa ham endi nafsini tiyish uchun. Shu bizda eng katta shu kasallik deydi-ku. Kasallik, ya'ni yuz xatir, anjomliklarda o'zimizda shunaqa bor-da. Aka-ukachilik misol yaqin. Men to'g'risi oshlarga bormayman. Nima kechqurun ovqat yemaganim uchun unaqa kuchlik yeyman, unaqa ko'p bormayman. Ba'zi yeb turaman. Ba'zilarda oshlarim bor, 4ta 5ta gapi bor, menda pashti yo'q.
bilan qo'shilmaganman. Lekin do'stlarim bilan aloqa qilaman, gaplashib turaman, boshqa yengilroq joylarda o'tiramiz gaplashib. Bu ziyon. Hamma organizmni 30-40% ga sekinlashtiraveradi ishlashini. Ko'p misol yosh o'tib qolganlarda eshitaman o'zimiz rayonlarda. Tuzpa-tuz edi-yu, yaxshi edi-yu, kecha rosa oshni urgan ekan qo'yog'ida, dalinasi ko'tarilib ketib, nimadirlar bo'pti deyishadi. Bu inson o'ziga anaqada bu. Umrini qisqartirishga olib keladi. Men shu tavsiya qilmayman kechqurun oshga o'tirishlarni. Noiloj bo'lsa, misol yaqin sinfdoshlari yoki jo'ralar bo'lsa, noiloj borsa, birinchi salatlar bo'ladi doim. Salatni to'yib yeb olib turib, 5-6 stakan ashida suvni yoki choyni ichib olsa, uni uyog'iga ovqat o'tmaydi o'zi, avtomatik o'tmaydi. 3-4 qoshiq bilan pishadi tezrada. Shunaqa qilsa yaxshi deb tavsiyam, baribir uni to'xtatib qolish qiyin hozirgi paytda. Shu eng to'g'ri yo'li. Hozirgi paytda PR qilish, shou qilish juda ham ommalashib ketdi. Kun davomida hech bo'lmasa internetda bir marta ko'zi tushadi bunga. Sportchi sifatida nima deya olasiz o'zi? Sportchi qanaqa bo'lishi kerak? O'zbekistonimizga bu PR qilish qanchalik kerak? PR odamlar shunga qiziqyapti-da. Odamlar shunga prosmotr qilyapti. Ularga yoqyapti, qilyapti. Jinnilik xohlagan jinnilikni qilyapti. Sportda skromniy bo'lgani yaxshi. Sportmen odam og'ir bosib, chunki unda zirif bo'ladi, kuchi bo'ladi. Har kuni PR qilaversak, bunisini o'zi upravlat qila olmasdan, PR uchun har xil to'g'ri kelgan ishni qilishi mumkin. Sportmen doim og'ir bosib, o'zini upravlat qilib, haligi skromniy bo'lgani yaxshi, u kerak emas PR. Uzoqqa bormaydi PRchilar. Uzoqqa bormaydi. PR borsa bir 2-3 yilga boradi, ko'ryapmiz ko'pini. PR ko'pchilik PR qiladi. Bu sport bo'lsin, MMAda bo'lsin, misol biz ham shogirdim bor. Muhammad Aziz, rosa yaxshi bola, chempion, grepini hamma sportdan qilgan. Hozir rekord 3-0, yaqinda kamarga urishadi Qozog'istonda. Shu shogirdim ham skromniy o'ziga yarasha og'ir bosqichga urishyapti. Xudo xolasa kamarni oladi ham, yutadi, Alloh yuzini yorug' qilsa. Shu shogirdimga ham doim aytib turamiz. PR qilmaydi, chiroyli chiqadi, o'zini hurmatida chiqib, g'alabasini uyutib, oilasini, ota-onasini olib yuzini yorug' qilib keladi. Shu bola ham mana o'zimizni zalimizdan chiqyapti, fitness house'dan, Premierda misol. Bunga ham o'rgatsa bo'ladi, davoy, shou qil, bu qil desak qilsa bo'ladi. Biz aytganimiz qiladi, lekin kerak emas. Yoshlarga to'g'ri sport, to'g'ri anaqani o'rnak bo'lishi kerak. Chiqib olib, aytgan jang ber deb kimda qarasangiz, chegarada yig'lab berishibdi-yu. Shunaqa. Shunaqaga o'xshamasdan, o'zini armon bo'lsa, o'zbek anaqasi bo'ladi-da. Hozir qattiq tromka qilyapti, Sulaymon zo'r formaga tushib qoldi. Hali yosh, 21 yosh, yana 2-3 yilda zirif bo'lib qoladi-da, o'z bo'ylari, o'ziga awareness, o'pitlari yana ham MMA'niki boshqa-da baribir. Lipteskidiki boshqa, Brosliga o'tgandan keyin Shetganiki boshqa, hozir ko'p narsalarni o'rganib, jaskot zaliga borib, ahladimlar bilan borib shug'ullanib, ancha o'qib oshirib keldi. Yaqinda kurashdi, musobaqa bo'ldi, 1-2 kun oldin uni ham yutdi. G'alaba qozonib yutib, Xudo xolasa shunday ketsa, yaxshi oxir bilan UFC'larga chiqadi deb umid qilamiz endi. Mana shu sohada ketayotganingizga 19 yil bo'ldi. 19 yil davomida necha pul sarflagansiz? Men to'g'risi hisoblamaganman. Lekin necha pul sarflagan bo'lsam, Allohning fazli bilan oshig'i bilan chiqarib olganman. Oshig'i bilan Alloh qaytarib bergan. Mehnatim yo'q, sarflagan pulim yo'q. Oilani, ota-onani rozi qilish, ishlab pul topish, qiyinchiliklar hammasi bilan bitta hisoblash. Hisoblanmaysiz bu narsani. Kimdir aytadi 50 ming, kimdir 100 ming ketdi deydi. Baribir u kunlik narsa yeysiz, sport pitaniya hamma yo'qda endi. Nimaiki kerak bo'lsa, biz bu sportda nimaiki qilish kerak bo'lsa hamma yo'qda qilib ko'rganmiz. Mana zarar ekan, mana qilib bo'lar ekan demaganmiz. Hatto bir musobaqalarda tayyorlanganimizda oshiqcha tayyorlangan bolalar bo'lgan. Komaga tushib qolgan 15 kunlik komalarga, jir qolmagan o'zini odamida. Menda misol uyushib qolganda qo'yib yubormagan paytlari bo'lgan.
sochlarimiz so'kilib ketgan polni qoshlarimizgacha misol tayyorlanganda jo'ski yuragidan tayyorlaganmiz. Oxirigacha boramiz, yutamiz, nima bo'lsa ham deb shunaqa bo'lganmiz. Shuning uchun bunaqa pullarni hisoblamaymiz. Lekin chiqarib olganmiz. Musobaqada yutib, chempion bo'lib kelganingizdan keyin hayotingizda nimalar o'zgardi? Bilmadim, men Hindistonga borib kelgandan keyin to'g'ri yashashni o'rganganman haligi. Hindistonni og'ir hayotini ko'rib, O'zbekiston jannat ekan deb kelganman. Shu eng katta anaqa menga haligi nima deydi, anaqa bo'lgan, haligi motivatsiya ham bo'lgan, ishlashga, yaxshi yurishga, haligi o'zingizni, vataningizni, anaqangizni, yurtingizni sevishga, haligi ularni hayotini anaqasini ko'rgandan keyin, Demak, muhitini ko'rgandan keyin o'zingizni, vataningiz haligi bu joyga borasiz, ularni haligi mentalitetini, hayotini ko'rasiz, o'zingizni anaqangizga mehringiz oshaveradi. Haligi o'zingizni yaqinlaringizga, o'zingizni o'zbek millatingizga, boshqasiga tushunib yetasiz xullas. hayotingizda eng yaxshi maslahat qanday bo'lgan va kim tomonidan? Hayotimda eng yaxshi maslahat dadam tarafdan bo'lgan. Dadam doim to'g'ri ko'rsatib, to'g'ri mana qil, o'g'lim, mana bu. Ko'p narsa primyer dadadan o'zi. Dadani bir og'iz haligi menga katta kuch bo'lganda, o'sha bir paytlar uylarimiz, akalarimiz yo'lda bo'lib buzilganda oddiy o'tirib xafa bo'lib o'tirganimni eslaymanda, shuni ko'tara olmaganman. O'shanda qattiq ishlayman, qattiq pul topaman, to'xtamayman deb o'zimga o'zim haligi motivatsiya bo'lardi. Haligi otamni ko'rasiz, mana shunaqa. Hayotingizda endi haligi qoladi, hech narsa esingizda bir-biriga qoladi. Shuning uchun yana shu esda qolgandan keyin o'zingizda yo'q bo'lsa ham biror nima so'rasa qayerdan bo'lsa ham topib berasiz. Chunki yoshligida siz uchun umrini, vaqtini o'tkazdi sizga. Borini o'rgatdi. Ya'ni ko'p oz bo'lishi shart emas, birovlarga hamma yoqqa beradi, otasi, boshqa narsa. Ba'zilarga ozroq bersa ham shu ko'pdan ziyoda bo'lib ketadi. Shunaqa. Eng yaxshisi dada o'zi. Hamma yo'lda to'g'ri yo'l ko'rsatadigan ham, sizga joni achiydigan ham, oxirigacha turadigan ham. Bizni kanalimizga, bizni kuzatib turayotgan yosh sportga qiziqadigan bolalarga nima maslahat berasiz? Sport bilan shug'ullanish kerak. Xud professionalni, xud neprofessionalni o'zi uchun. Bu sport hozir birinchi o'rinda sog'ligi uchun, o'zi uchun, oilasi uchun, vatan uchun, biron joyga borsa gapini butun gapira oladigan bo'lish uchun qilish kerak sportni. O'g'il bola kuchli bo'lish kerak. O'g'il bola kuchli bo'lish kerak. Hozirgi paytda tim bo'lib, shuning uchun tavsiya qilaman. Haftasiga 3 marta yo 2 marta bo'lsa ham chiqib trenovka qilish kerak. Chunki o'zini kelajakda bolalariga primer bo'la oladiki, demak, telefonda ham 1 soat, 2 soat vaqt o'tib ketganini bilmay qoladi. Shuni o'sha yerga kelib to'g'ri sarflagani yaxshi. Doniyor aka, katta rahmat shu qilgan suhbatimizga, o'zingizni vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Bo'linglar, ishinglarga baraka, rivoj. Bundan ham yaxshi rivojlanib, zo'r bo'lib ketishlarini xohlaymiz biz ham. Albatta, chunki sportsmenlarga foydalar ko'proq tegadi. Ilohim aytganingiz kelsin.